Onajonlarni dardlariga shifo izlab kelgan opamiz, onajonlari bizda 3 kun muolaja olganlaridan keyin butunlay yaxshi bo'lib ketganlarini ko'rib, bizga otziv berishga qaror qildilar. Bu yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Ana men shu klinikaga keldim. Onam 76 yoshdalar. Do'stbek va Aysara onam. Shu Soldatskiydan Quyuchirchiqdan keldik. Biz ikkita joyga doktorga bordik. U yerlarda biz davola olmaymiz, operatsiya qilish kerak dedi. Keyin u yerdan chiqib ketdik. Mana shu adres topdik-da, keyin shu klinikaga keldik, skelet klinikasiga keldik. Mana hozir 3 kun bo'ldi, 3 kundan beri kelyapmiz. 3-kun yaxshi bo'lib qoldi, xudo xolasa bu yog'i yaxshi. Chunki kelinglar, kimda og'riq bo'lsa, yaxshi ekan, doktorlari ham yaxshi, hammasi yaxshi qarayapti. Ana onajonim 76 ta yura olmasdan keldik. Mana hozir Hassani ham otvordi. Endi yurib kelyapti o'zi. Hassani nechinchi kunda tashadilar? Hassani birinchi kunda tashladi. Uyda ham Hassani olmayman dedi, o'zim yuraman dedi. Uyda ham o'zi yurdi. Ertalab sahar turadi, yuradi, obedda yuradi. Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapmiz. Hali bu yerga yana singlim ham keladi. U ham aytdi, tizzasi og'riydi. U ham shu yerga kelaman deyapti. Xudo xolasa xolam ham keladi, hammasi shu yerda shifo topib ketsin. Qilib hammamizga shu yaxshi bo'lyapti. Mana onajonim yaxshi, Xudoga shukr. Jonim sog'ayib ketsinlar, shifoli bo'lsin. Rahmat. Biz ham sizlarga foydamiz teganda, xalq xizmatida yurganda biz ham xursandmiz. Rahmat hamma doktorlar. Yaxshi boringlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarning ham yaqinlaringizda shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Skelet jamoasi sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.